Assalomu alaykum birodarlar. Navbatdagi obyektimiz tayyor mana. Faqat zadirkas qolgan. Stenalar bo'ldi, devorlar pol qolgan. Zadirkas. Mana devorda 60 ga 120 lik 120 lik plitka. Bu yerdan ko'rinishi mana. Pol holati, pollar mana qo'yib bo'lgan. Faqat zadirkas qoldi. Balkon mana ostonani ham qildik. Men nimagadir xo'jayin egasi silliq glyansoviy, silliq sirpanchiq nimani tanlabdi. Aslida men polga bunaqani o'zim tavsiya qilmayman, mutaxassis sifatida, kabel teruvchi sifatida. Mayda fartuq qo'yilgan, fartuq. Men hozir orqasida ham bor joy. Fartuq qo'yilgan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Keyingi obyektlarda videosini da xohlasa tashlaymiz.